Biz Allohni eslashimiz uchun akalar, onamiz o'lishi shartmi? Allohni eslashimiz uchun otamizni tobutini ko'tarib ketish shartmi? Allohni eslashimiz uchun farzandimizni reanimatsiya bo'limida kutib o'tirganda eslashimiz shartmi? Allohni eslashimiz uchun farzandimizga qandaydir bir ilashsa yomonlik, zarar o'shanda eslashimiz shartmi? Allohni eslashimiz uchun qandaydir bankrot bo'lishimiz shartmi? Savdolarimizga ziyon yetishi shartmi? Biz gurkirab ketgan paytda Allohni eslamaymizmi? Zo'r paytimizda Allohni eslamaymizmi? Eng pikka chiqqan paytimizda Allohni eslamaymizmi? Haqiqatda ko'rasizki, o'sha o'limli bo'lgan paytda 5 mahal namozlar o'qiladi. Bomdodlarga chiqib cho'ponlarni kiyib, bundoq qarasangiz o'tirgan bo'ladi. 2 kun oldin yaqin o'tgan bo'ladi. Bir haftadan keyin ko'ring, yo'q u odam. Qidirib ham topolmaysiz. Jumalada topolmaysiz. Nimaga? Ishi bitdi-da uni. Qalbi bo'ldi. Dunyosiga berildi. 5 kungina eslaydi xolos. Bor shunaqa, yo'qmi? Bor. Faqatgina Robbisini kimdir o'lgandan keyin eslaydigan odamlar bor. Masjidlarni faqatgina janoza kunlari ko'radigan odamlar bor. Xonaqohlarga faqatgina qaysidir yaqini o'lganda olib kirilganni kirib, bir endi bugun asram o'qib qo'yilar ekanda janoza payti deydigan odamlar bor. O'sha musibat kelgan paytda uzundan uzoq duo qiladi. Duosi ham o'sha natijaga erishish uchun. Alloh natijaga erishish uchun noovoriladigan zot emas. Biz Allohga nisbatan noto'g'ri taqsimot qilyapmiz. Yaxshilik kunlarimizda boshqalar, musibatli kunlarimizda Alloh. Bu noto'g'ri taqsimotda.